Ancelotti'de ağırga oynuyor. Qilib ketyapti hamma yoqda. Soch Böyle Vini'ni o'rniga tushiryapti. yaxshi, Vini chiqib ketgani yaxshi bo'lyapti aslida menimcha. Bile bu. Yo'nmayapti. En zo'r o'yinchini olyapti-da hozir. Ketdi Endrik. Yangi tushding. To'g'ri. Endi qo'shilaman. Mana jigarimning gapiga hozir qo'shildim men. Hozir qo'shildim. Bu vaziyat qaranglar. Voy, tekkanini ko'rdingmi, tekkanini? Hozir qo'ramanda. Gapirib turibman, Ancelotti tushirma jinni. Vini o'ganda urardi qara. Yugurib yuradi. Endi Vini ochilyapti. Qanday? Tushunmaydi-ku-na. Ketdi Mbappe o'zing hal qilib borib. Tuzliga qaranglar. O iskirtga pas. Yana. Voy, Ancelotti. Oxirida shu ishni ham qilam. Eng zo'r o'yinchi Viniciusni olib turib, bitta dappani qo'yib qo'yapti. Oxirida qanday bunaqa qilish mumkin? Bu jinni kazino o'ynayaptimi buni riskigani?